Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yana bir ishimizni o'z egasiga topshirdik. Montajlarini tugatdik. Akfa alyumin Aldoq seriyaga berganmiz. Oq. Oynalari ham oq bo'lgan, bir qavat. O'sha 9,5 metr bo'lgan, bo'ylari 1.60. Ikkita eshik qo'yib berganmiz. Ikki eshikning bo'ylari 2,56 dan bo'ldi. Bittadan ochilishga berganmiz oralariga. Ustunlarni o'ramaganmiz. Sababi keyin o'zi gipsa kartonda chiroyli qilib lepka qilaman degan uchun ustunlar o'ralmadi. Taglarga podagonni qo'yib berdi, do'sti chiroyli qilib. Hammasi Akfa originaliga bo'ldi. Hozir ruchkasini lekin senat ruchkasini qo'yib berganmiz. Ishlash cho'tki ishlanyapti hozir, shuning uchun ruchkalarni qo'yib berganmiz. Kraf zamoylarda podagonligini 30 lik podagonni qo'yib berganmiz. Yopilishlari mana o'ta go'zal. Pastlariga ham 30 lik podagonni seli qilib ustunlarni o'tib ketganmiz. Ruchkasi ham o'sha qimmat ruchkadan, avlit ruchkadan qo'yib berganmiz. Tumonlar ruchkalari ham. Oshiq mashinalarni ham to'rttadan qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Akfani o'zini oshiq Akfa brendida. Hop. Narxlariga keladigan bo'lsak, buni narxlari bilan tanishtiraman. Uzunligi 9,5, bo'yi 1.60, eshiklari 1.22-2.56 dan bo'lgan. 9,5 metr. Ichida eshiklari ham bor. Bo'ylari 2.56 bo'lgan eshikdi. 9 millionga o'rnatib berdik Akfani originaliga. Podagonlari 30 lik podagonlari bilan 9 millionga o'rnatib berdik. Ruchkasi ham o'sha qimmat ruchkalardan bo'ldi, xolos. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz. WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlayapti, xudo xolasa. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Kanalda yangilar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalni rivoji uchun podpiska, like bosib turasizlar, xudo xolasa. Hamma ishlarimizni chiroyli qilib ko'rib turasizlar. Sog' bo'linglar.